Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: bir inson harom qilingan narsalar haqida tafkir qilib o'ylasa-yu, lekin mana bu ishni qilmaydigan bo'lsa, ya'ni masalan, zino qilish haqida o'ylasa yoki bir narsani o'g'irlashlik haqida yoki bo'lmasam shunga o'xshagan boshqa bir harom ish haqida o'ylasa-yu, lekin agar mana shu narsaga imkoni bo'lsa ham buni qilmaydigan bo'lsa, mana shu o'ylashligini o'zi gunohmi yoki yo'qmi? Bir inson mana bu yomon hayollarni keltirib, zino qilishlik, o'g'irlik qilishlik, harom bir narsani, xamirni ichib qo'yishlik yoki shu kabi gunohlarni qilishligi haqida o'ylash, ammo bu narsani qilmasligi bu insonga gunoh bo'lmaydi. Balki bu insonga bu narsa kechiriladi, chunki muttafaqun alayhi bo'lgan Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Innalloha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam." Alloh taolo meni ummatimdan qalbidagi bo'lgan, ya'ni mana shu fikriga keladigan hayollarini Alloh taolo tajovuz qilib kechib yubordi, agar buni qilmaydigan bo'lsa yoki gapirmaydigan bo'lsa. Demak, bir inson yomon narsa haqida o'ylashligi to bu ishni qilmagunicha yoki gapirmagunicha bunga gunoh yozilinmaydi. Boshqa hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan muttafaqun alayhi hadisida: "Man hamma bi sayyi'atin falam yaf'alha lam tuktab alayhi." Kim bir yomon ishni qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, lekin uni qilmaydigan bo'lsa, unga gunoh yozilmaydi dedilar. Alloh taolaning bu bir rahmatiki, inson yomon ishni xohlasa-yu, lekin qilmaydigan bo'lsa, Alloh taolo to shu ishni qilmaguncha gunoh yozmaydi. Balki inson bir yomon ishni qilmoqchi bo'lib turib, Alloh uchun tark qiladigan bo'lsa, hatto bunga hasanat va savob ham yoziladi. Bu haqida ham Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan shu hadisning o'zida kelgan. Demak, biz yomonlik haqida o'ylashligimiz bu gunohni o'zi yozilganligi bo'lmaydi. Balki inson yomonlik haqida o'ylab turib qilsagina Allohning rahmati bilan mana shu nima gunoh yoziladi. Ammo ya'ni Alloh taolo rahmati kengligidan bir inson yomonlik haqida o'ylasa-yu, lekin bu narsani qilmaydigan bo'lsa, albatta bunga gunoh yozilmaydi. Lekin bu inson doim yomonlik haqida o'ylab yurishligi joiz ekan deb harom qilingan narsalar haqida o'ylashlikka ruxsat emas. Balki bu insonni bir shu holatga tushib qolgan insonni bilmoqchi bo'lgan hukmiga javob shundayki, bir inson yomonlikni qilmoqchi edi, so'ng qilmadi, tashladi bu narsani, bu insonga gunoh yozilmaydi. Agar Alloh uchun tashlagan bo'lsa, savob bo'ladi. Agar ilojisi bo'lib turib, ilojisi bo'lmasdan tashlagan bo'lsa gunoh bo'ladi. Bu ham juda bitta muhim nuqtaki, bir inson yomon ish qilmoqchi edi, qilmoqchi bo'ldi-da, lekin imkoniyat topolmadi. Bu gunoh bo'ladi. Lekin biz aytmoqchi bo'lgan mana bu hadisdagi ma'no, bir inson yomonlik haqida o'yladi, qilishga harakat qilmadi va imkoniyati bo'lsa bu ishni qilar edi yoki qilmas edi emas. Balki bu inson shunchaki tafkir qilib o'yladi bir narsa haqida. So'ng imkoniyati bormi yoki yo'qmi, bu ishni qilmoqchi emas. Shunchaki o'yladi-da, shun bilan gapirmadi ham, qilmadi ham, mana bu o'ylashligini o'ziga gunoh yozilmaydi. Ammo qilmoqchi bo'lib harakat qilgan bo'lsa, albatta gunoh yoziladi. Alloh taolo bizni yomon narsalar o'ylashlikdan va yomon narsalarni qilishlikdan Alloh taolo saqlagan bo'lsin.